Bu to'pli pol, kabelli to'pli polni datchiga termostati. Buni ko'pchilik ulashiga tushunmaydi. Endi bilganlar ham bor, bilmaganlar ham bor. Buni o'rgatib o'tib ketmoqchimiz. Yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Mana birinchi kelyapti liniya L. Bu faza degani. Ikkinchisi neytralka, bu 0. Uchinchisi ketyapti yana faza, bu to'pli poldan kelayotganlar. Bu umuman tok kelyapti. Bu to'pli polni kabeli. Mana bu yerda termostati datchigi. Bu oq datchik. Datchikda ikkita yupqa sim bo'ladi. Mana 6 bilan 7 datchikni simi, 1 bilan 2 faza bilan 0, 3 bilan 4 to'pli poldan kelib turgan kabel. To'pli poldan kelib turgan faza bilan 0. Kirdi, faza bilan 0 kirdi, chiqdi to'pli polga I+ bitta datchik. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.